lansay yoki fonchoza salati retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Ishni to'g'ralgan go'shtni marinovka qilishdan boshlaymiz. Soya shtrix kodi 6 bo'lsa originali bo'ladi. Chesnok, tuz solib aralashtirib yarim soatga olib qo'yamiz. Sizda sabzi uchun qirg'ich bo'lmasa, qo'lingizda maydalab to'g'rab oling. Tovaga hidsiz, mazali yarko yog'laridan solamiz. Yarim soat marinovkada turgan go'shtimizni olib qovurib, ustidan piyozni to'g'rab solamiz. Yarim piyola suv quyib 20 daqiqa dimlab olamiz. Salat chiroyli ko'rinishi uchun hamma mahsulotlarni bir xil ko'rinishda to'g'rab olgan yaxshi. Idishga qaynagan suv solib fonchozamizni 8 daqiqaga bo'ktirib qo'yamiz, usti yopilgan bo'lsin. Tayyor bo'lgan go'shtimizga kashna cho'rig'i, paprika, chesnokni solib qovurib, sabzimizni solib 1-2 daqiqa qovurib olamiz. Bolgarskiy hamda tuz solib qovurishda davom etamiz. Tayyor bo'lgach, bodring hamda ko'katlarni solib 1-2 aylantiramiz. Fonchozani yeyishga qulay bo'lishi uchun o'rtasidan kesib oldim. Uksus hamda soyani aralashtirib, fonchoza ustidan solib aralashtiramiz. Eng nozik jihati ham shunda. Go'shtli massamizni solib aralashtirib dasturxonga tortamiz. Original retsept uchun nodirangizni duo qilishni unutmang.